Assalomu alaykum egalari. Bodomzordagi obyektimizda ko'rib turganingizdek, teplоизоляtsiya qilib bo'lingandan keyin fasadni setkadan hozir sloy ketma-ketligi bo'yicha montaj qilinib, armirovka so'roq jarayoni mana ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarimiz baraka topsin. Xudo xolisi mana ko'ngildagidek qilib berishyapti. Bu fasad egalari armirovkadan keyin kraska qilamiz dedilar. Xudo xolisi kraskachilar kelgandan keyin ishni bemalol mana ko'rib qabul qilib olishsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana bu kattalar ko'rinyapti. Xavotir olmanglar. Normativi bor. Armirovkadan keyin, ya'ni mana bu fasadni setkadan keyin qancha millimetr urish bo'yicha sistema zavodlarning har xil tavsiyalari bor. Aynan men o'rta shu tavsiyani olib armirovkani nazorat qilaman.